Assalomu alaykum azizlar. Anchadan beri video qo'ymayotgandim. Bitta murojaatim bor edi. Vez tasholmayotganlar, ozolmayotganlar diqqatiga. Bu zo'r mashq, hech qanaqa dori-pori, diyeta shart emas. Faqat 3 mahal ovqat yeysiz. Ovqat yeb olishingiz bilan srazanu o'rnimdan turib 5-10 daqiqa peshkom yurish kerak. O'shanda jigar faoliyati ishlab, o't qopida safro haydash yaxshilanadi, ovqat tez hazm bo'ladi, parchalanadi, oshqozon qiynalmaydi, 12 barmoqli ichak qiynalmaydi, ichi yumshaydi, effekti zo'r. O'zingiz ham qiynalmaysiz, og'irlashmaysiz. Vazn tashlashga yordam beradi. O'shanda xohlagan narsangizni yeysangiz bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.